Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Doktor Sheraliman. Azizlar, uyqusizlarga bir necha videolarni taqdim qilganman uyqusizlik haqida. Bu videolarni prosmotrdan ham, o'zim shu tajribadan ham shuni aytishim mumkinki, yaxshi uxlay olmaydigan insonlar ko'p. Bir narsani bilinglar. Bemorlar, men tuzalishni istayman, qanday tuzalsam degan orzular qilasiz. Lekin bo'ldi, shunday qilishing kerak degan tavsiyani olsangiz yoki bo'ldi, tuzalishni istaysan ekan, doktor bilan ishlashing kerak degan gapni eshitganingizdan keyin siz shartta to'xtaysiz. Nega shunday bo'ladi? Buni asosiy sababi shuki, sizni tuzalishga tayyorman degan gapingiz yolg'ondir. Endi ba'zilar aytadi, endi sharoiti bo'lmasa nima qilsin deb. Sharoit bo'lmasa, davlat poliklinika yoki больницasiga borib, doktor tavsiyalarini olsangiz bo'ladi. Bir videom bor, ikkita kasallik vaqtida zudlik bilan doktorga boring deb. Birinchisi insult, ikkinchisi nevrit лицевого nerva, yuz nervini nevriti. O'sha yerda ham bir inson puli bo'lgan boradi, puli bo'lmagan qayda boradi deb yozib qo'yibdi. Ey aziz do'stim, skoriy chaqirish uchun pul shu darajada katta pul kerakmi? Men zudlik bilan boring deb shu insult bilan yuz nevritini aytganman. Buni skoriy bilan borsangiz ham bo'ladi. Обязательно eng qimmat частный больницаga boring deb aytmagan-ku men. Ya'ni bizni asl muammomiz pulsizlik emas. Bizni asl muammomiz tizimsizligimizdir. Beamalligimizdir. Beamal. Jismoniy harakat uyqusizlik uchun yaxshi foyda. Ruhiyat bilan ishlash uyqusizlik uchun ancha foydali narsa. Lekin yo'q, biz buni qilishni istamaymiz. Bizga shu bitta narsa bo'lsa-ki, shu och qolgan odam 5-6 ta samson yegandan keyin qorin qanday to'yadi? Problema hal bo'ladi. Biz shu uyqusizlikni, nevrozni, grijani, qisqasi problemani xuddi shu qorin to'yg'izishdek oson ish deb bilamiz. Unday emas. Ey uyqusizlar, siz oylar yoki yillar davomida kasalsiz. Doktorning vazifasi bo'lganidek, sizning ham vazifangiz bor. Doktor vazifasi sizga yo'l ko'rsatish. Qorong'ulikda shu fonar yoki chiroq vazifasini o'tab berish, lekin sizning o'rningizdan yurish emas. Har qanday kasallarga tegishli gap. Qanchadan qancha men bo'ladimi, boshqa odamni videolari bo'ladimi? 10 ming, ba'zi bir holatlarda bir necha 100 ming prosmotr kommentariyalarda yozishgan bemorlar. Shunday qiynaldim, unday bo'ldi, bunday bo'ldi, bunday bo'ldi, nima qilay? Tasavvur qiling aziz do'stim, siz Jizzaxda turibsiz, menga yozyapsiz. Ammo siz tanimayman-ku. Boshqa doktorga yozyapsiz, o'zingiz Qashqadaryodansiz yoki Samarqanddansiz yoki Vodiy Andijondansiz. U odam sizni bilmaydi, shaxsiyatingizni bilmaydi, yoshingizni bilmaydi, kasbingizni bilmaydi, xarakteringizni bilmaydi, oilaviy muhitingizni bilmaydi, saviyangizni bilmaydi. Qanday qilib konkretni sizga foyda keltiradigan tavsiya berishi mumkin? Sog' salomat bo'linglar. Uyqusiz bo'lasizmi? Nevrozmisiz, artritmisiz, artrozmisiz, insultmisiz, depressiya kasalligiga uchraganmisiz, bel og'rig'imisiz, farqi yo'q. Sog'lig'ingiz uchun asosiy mas'uliyatli bo'lgan shaxs sizsiz. Buni mashhur bir odam Robin Makkenzi ham aytib o'tgan. Robin Makkenzi umurtqa pog'onasi og'riqlarida revolyutsiya qilgan odam. Boshida uni hamma bu ahmoq odam degan. Keyin tan oldiki, не он дурак, а оказывается все остальные дураки. Ya'ni
hamma unga qarshi chiqqandi, hamma uni durak degandi. Aslida uni durak degan odamlarning o'zlari durak bo'lib chiqdilar. Sog' salomat bo'linglar. Men sizlarning foydangiz uchun ham aytyapman. Xolos o'zingizdan rahmat. Nomer qo'yaman, WhatsApp, Telegram nomerlarini shu video ostiga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.